ijtimoiy taratqular orqali xalqaro jamiyatdan yordam so'ragan Urumchidagi qozoq ayol jurnalist Janargul Jumatay 10 fevral kuni Xitoyning Urumchi Saybaq rayonlik davlat amonlik xodimlari tomonidan onasining uyidan elib ketilgan. Ma'lum bo'lishicha, uning elib ketilganiga 70 soatdan oshgan bo'lsa-mu, lekin hozirgacha hech qanday izdirki yo'q ekan. Xabarlarga qaraganda 8 fevral kuni Janargul Jumatay elib ketilishdan burun, ya'ni o'tgan chorshanba kuni o'zini Birlashma agentligining muxbiri deb tanishtirgan birisi Beijingdan uningga telefon qilib, o'zining Urumchiga berib uni ziyorat qilmoqchi bo'lganligini aytgan ekan. Urumchi shaharlik JX idorasi Saybaq rayonlik davlat amonlik atratining xodimlari 2 kundan keyin, ya'ni 10 fevral juma kuni kech soat 5 dan 40 minutlar o'tganda Janargulni onasining Urumchidagi uydan elib ketgan. Janargul Jumatay ilgari Qozog'istonga chiqib o'qib, bir mezgil Qozog'istondagi televiziya stansiyalarida jurnalist bo'lib xizmat qilgan ekan. Lekin 2017-yili atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonlik doiralar tarafidan mukofot beramiz deb chaqirtilib, kelishigida tutqun qilingan. Uning ilgari chet el taratqullariga aytishicha, u 2 yildak lagerda yotgandan keyin qo'yib berilgan ekan. Janargul Jumatay o'tgan yili 11-oyda chet eldagi qozoq musofirlar orqali xalqaro jamiyatdan o'zining Qozog'istonga chiqib ketish uchun yordam qilishini talab qilgan. Uning Urumchi turib xalqaro jamiyatdan yordam so'rashi va lagerdagi ahvollarni oshkorlashi chet el taratqullarining diqqatini qo'zg'agan. Yaqinda taratqular Qozog'istonning Beijing turishlik elchixonasining uningga taklifnoma avatganligi, uning Urumchi shaharlik JX idorasiga pasport iltimos qilishga borganligini, shundaqla iltimosning rad qilinganligini xabar qilgan. Xitoy doiralari 2023-yili Sharq Turkistonda 8 xil sanoat turini rivojlantirishni o'ttirib qo'ygandan keyin Turpan shahrida 167 xil cho'ng ko'lamli qurilish turini qayta boshlagan. Xitoy xabarlar torining bildirishicha, doiralar 10 fevral kuni Turpanning Pichan nahiyasidagi Pichan sanoat bog'chisining kerimli yangi material ishlab chiqarish bazasida 2023-yilning 1-fasldagi cho'ng ko'lamli qurilish turlarining ishlab chiqarishni markazlik asli keltirishning boshlanish murosimi o'tkazgan. Yuqorqi 167 xil cho'ng ko'lamli qurilish turiga 129 milliard 200 million yuan mablag' solingan ekan. Turpan Xitoyning kun taxti ishlab chiqarishda muhim bo'lgan ba'zi xom ashyolarining asosiy ishlab chiqarish bazalarining biri bo'lib, kerimli yangi material ishlab chiqarish bazasi shularning biri ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoydagi kun taxti mahsulotining asosiy xom moddasi bo'lgan polisilikon, ya'ni ko'p xil berikmali kerimni ishlab chiqarishni monopol qilgan bo'lib, Angliya Sheffield Hallam universitetining bir tadqiqot markazi o'tgan yil e'lon qilgan bir dokladida ko'p xil berikmali kerimni rodis qizishda nihoyat ko'p Uyg'ur majburiy emgak kuchlarining ishlaydiganligi, ularning intayin nachar sog'lomlik sharoitida bu zaharlik rodini qizishga silindiganligini bildirgan edi. Xitoy xabarlar torining aytishicha, 10 fevral kuni qayta boshlangan 167 xil qurilish turi ul asliha, ishlab chiqarish taraqqiyoti, ijtimoiy turmush, ashyo oboroti, ekologiyalik muhit va boshqa sohalarga chetildi ekan. 11 fevral kuni Amerikadagi Cornell Universiteti Musulmon o'quvchilar tashkiloti, Uyg'urlarga erkinlik o'quvchilar tashkiloti qatorliq bir qancha o'quvchilar tashkilotlari, Amerika Uyg'ur birlashmasi, Uyg'ur kishilik huquq qurilish qatorliq Uyg'ur tashkilotlari bilan birlashib, Amerika Davlat Majlisi oldidagi maydonda namoyish o'tkazib, Davlat Majlisini Uyg'ur siyosiy qonuni va Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash qonunini ma'qullash talabini qayta talab qilgan. Namoyish jarayonida har bir tashkilotning vakillari ayrim-ayrim so'z qilib, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatining ig'irligi va Amerika hukumatining Uyg'urlarga oid qonun loyihalarini qo'llash haqidagi talablarini o'ttirib qo'ygan. Cornell Universiteti Uyg'urlarga erkinlik o'quvchilar tashkiloti mazkur namoyishni o'rinlashtirgan asosiy tashkilotlarning biri bo'lib, mazkur qonun loyihasi Cornell Universiteti o'quvchilar tashkilotida ovoz qo'yilgan. O'quvchilar orasida ma'qullikdan o'tgan. Namoyishga tashkilotlar va siyosiy faoliyatchilardan boshqa oila tavobatlari lager va turmalarga sulangan Uyg'urlar qatnashgan. Ular qo'llarida oila tavobatlarining rasmlarini tutgan holda ularning qo'yib berilishini, Uyg'urlarga erkinlik berilish uchun Amerika va boshqa davlatlarning Xitoyga qarshi amaliy harakat qilishini talab qilgan. Uyg'ur xalqining yog'och qo'shiqda tamoq yeydigan odati bor bo'lib, yog'och qo'shiq ig'izni ko'ydirmaydigan aloyidaligi bilan yashanganlar va bolalarning yoqtirishiga erishib kelgan. Yog'och qo'shiqning purqi xosdir, kasbkorning hunari rostdir. Yog'och qo'shiq odatda zishliqi yaxshi bo'lgan chilan, o'rik, shaptul yog'och qatorliqlardan yasaladi. Chilanning qon tozalash, oshqozonni quvvatlash xususiyati bo'lib, chilan yog'chidan yasalgan qo'shiq bilan tamoq iste'mol qilganda yog'ochning ta'mi tamoqqa singib, hazm buzilish, qon buzilishidan kelib chiqadigan kasalliklarning oldini olg'ili bo'ladi. Nafs qo'shiqlar dasturxonning yarishqi bo'lib, qo'shiq o'ymachilikka haqiqiy mahorat va hunarni ko'rsatadigan bir kasb. Şuna Uyg'ur yog'och qo'shiqlari oddiy tamoq yeyish quroli bo'lib qolmasdan bir nafs san'at bo'yim qatorida muomala qilinadi.
Qo'shiqqa san'at va muhabbat mujassamlangan. Yog'och qo'shiq xalqimiz orasidagi mashrablarda o'ynaladigan qo'shiq usulining borliqqa kelishiga turtki bo'lgan. Qo'shiqni chalg'u asbob qilib qo'llangan bizdan boshqa millat bo'lmasa kerak. Xalqimiz orasida yana o'zi yasagan qo'shiq bilan yaxshi ko'radigan qizga ko'nglini izhor qiladigan odamlarim bor. Har bir uydagi yog'och qo'shiqda qandaqdir aslimalar saqlangan bo'lishi mumkin. Biz uchun yog'och qo'shiq bir aslima, yodikor va sig'inishdan derak berdi.